Musulmonlar azaldan taraqqiyot yoki madaniyat jihatda keynida insoniyat uchun hech qanday to'hfasi yo'q va yoki bu so'zga ishonadigan kishilar hali ham oramizda mavjud. Amaliyotda bu xil iddaolar bilan faqat tarixdan xabar yo'q birovni aldig'ili bo'lishi mumkin. Chunki bizga tarix haqiqatni so'zlaydi. Tarix bizga taxan necha asr burunla islom olimlarining insoniyatning abadiy hayoti bo'lgan oxirat dunyosiga ahamiyat bergandan sirt, insoniyatning bu dunyosi uchun zarur bo'lgan va bugungi kunimizdagi fan texnikaning asosi bo'lgan matematika, fizika, falsafa, astronomiya, meditsina, ximiya, biologiya qatorliq sohalarda o'lmas asarlarni qoldirganligini aytadi. Masalan, bu olimlarning biri bo'lsa, Abu Abdullah Muhammad ibn Musa al-Xorizmiy idi. Al-Xorizmiy matematik-shunoslarning pishvosi, algebraning otasi deb atalgan bo'lib, bugungi kunimizdagi dunyo olimlari e'tirof qilgan yutuq musulmon turk olimidir. Al-Xorizmiy milodiya 780-yili G'arbiy Turkistondagi Xorasonning Xorizm shahrida musulmon turk oilasida dunyoga kelgan. U tunji ta'lim tarbiyasini G'arbiy Turkistonda oladi. U Mavr va Xorason kutubxonalaridagi ilm dengizida kezib yurib, ilm fandagi asosini tiklab olgandan keyin texmi cho'nqur bilim egallash va bilim doirasini texmi kengaytirish maqsadida shu davrdagi ilm va madaniyatning markazi hisoblanadigan Bag'dodga bordi. U davrda boshqa davlatlardagi olimlarmi Bag'dodga kelishga boshlagan bo'lib, Bag'dod dunyoning ilm markazi hisoblanadi. Bu olimlarning ko'p qismi ham o'quvchi tarbiyalash, ham shu davrdagi xalifalarga ilmiy maslahatchilik qilish bilan shug'ullanadi. Al-Xorizmiy mana shunday sharoitlar ichida qisqagina vaqt ichida arablar orasida ko'z ko'rilishga boshlaydi. Uning nomini anglagan Abbosiylar xalifasi Ma'mun uni saroy kutubxonasiga xizmatga tayinlaydi. Bu kutubxona uningga nisbatan xotirjam ilmiy tadqiqot qilish sharoiti yaratib berdi. U bu fursatni g'animat bilib, bu kitob xazinasidan foydalanib, ilmiy xizmat va tadqiqotlarni uzluksiz davomlashtirdi. Bu jarayonda xalifa Ma'mun uning qobiliyatidan foydalanib, hisob ishlarini uningga tutqizdi. Yer zaminning o'lchimi va kanallarning ochilishi haqidagi ma'lumotlarni xalifa Ma'munga yetkazib turdi. Shundaqla u xalifaning iqtisodiy maslahatchisiga aylanadi va u iqtisodga aloqador kitoblarni yozadi. Al-Xorizmiyning mushu chaqda yozgan ikki asari butun dunyoga mashhur bo'ldi. Bularning biri algebra haqida, yana biri bo'lsa hindi hisoblari haqida edi. Al-Xorizmiy o'tkir fikr qobiliyati bilan algebrani klassik bilim turiga kirgizgan bo'lib, u matematikada jabr, ya'ni algebra so'zligini tunji ishlatgan kishi edi. U yana nol raqami va bilinmaydigan narsalarga x ni ishlatishni tunji ijod qilgan kishi edi. Bugungi kunda universitet va o'rta maktablarda darslik qilib o'qitilayotgan algebra musulmon turk olimi Al-Xorizmiyning ilm-fan dunyosiga qoldirgan sovg'asi bo'lib hisoblanadi. Al-Xorizmiyning Kitobul Jabri val Muqobala degan qimmatli asaridan yolg'iz sharq dunyosila emas, balki G'arb dunyosimi zo'r darajada foydalangan va hali ham foydalanib kelmoqda. Ulug' musulmon turk olimi Al-Xorizmiyning yana bir mashhur asarining ismi Kitobul Muxtasar fi Hisobil Hindi bo'lib, Al-Xorizmiy bu asar orqali Sharq bilan G'arb orasida hindi hisoblarini tunutgan edi. Uningdan boshqa uning astronomiyaga aloqador Zijul Xavarizmiy nomli asarimi o'z sohasida muhim asarlar qatorida sanaladi. Uning bu kitobi islom dunyosiga ta'sir ko'rsatib qolmay, Andalusga yetib borgandan keyin G'arb dunyosiga zo'r ta'sir ko'rsatgan. Algebraning qoidalarini to'plab bugünkidek mustaqil shaklga kirgizish sharfi faqat Al-Xorizmiyga nisb bo'lgan edi. Al-Xorizmiyning 850-yili Bag'dodda vafot bo'lganligi taxmin qilinadi. Turk dunyosini iftixorlantirgan bu ulug' mashhur olimimizni bu yerda qayta yana bir qatim cho'nqur hurmat bilan eslaymiz va ulug' Allohdan hisob daftarini o'ng tarafdan berilganlarning qatoridan bo'lishini so'raymiz.